Rodilov o'ynaydi 22-raqamda. O'ng qanotda Asilbek Jumayev o'ynagandi birinchi taymda. Endi Jumayev o'rniga Abrorbek Ismoilov maydonga tushirildi. Hujum markazida esa Stipe Peritsa. Neftchi hujumda xavfli vaziyat. Zarba va darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyingi zarba gol. Hisob 2-0. Neftchi ikkinchi taymni ham shiddatli boshlamoqda va Stipe Peritsa dublga erishyapti. Yanada vaziyatni o'zimiz uchun aniqlashtirib olish imkoniga ega bo'lamiz. Mana kuzataylik. Chap qanotga to'p yetkazildi. Alisher Odilovga o'xshayapti uzoq plandan yugurishi, zarba berish uslubidan. Darvozabon to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Keyin esa Peritsa aniq zarba yo'lladi. Aynan Odilov. Zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi Alisher Odilovning sa'y harakatlari evaziga yuzaga keldi bu gol. Islombek Ismoilovning yana bir bor topqirligiga qoyil qolish kerak. Aynan zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchilar o'yinni kuchaytiryapti. Kudryashov va